Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana 12 kilovatlik Nijniy Galina kotlimiz. Yangi versiyalarni chiqaryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Klassniylari har doimgidek vodinoy bo'ladi. Lekin adminliklariga keladigan bo'lsak, 10 kilovatligimizni 12 kilovatli qilib, kasseta ko'rinishida qilib, KPDsini ko'paytirib, kamera garaniyani o'zgartirdik. Eshiklar ham 2 qavat bo'ladi. Ko'rimiz ochiq-yopiq sistemalarga qo'yiladi. Buni kodlari mana tayyor trayning holatda bo'ladi. Adachasi mana tebrada bo'ladi. Bu elektrik jihozlari qatilgan joy, termoslar, termoregulyator. Adminliklarni tozalaganda eshikchasi juda qulay qilganmiz. Mana bemalol ochib yopishlari mumkin. Ichaklari shakli ko'mirlar tushmasa, toshlar tushmasa turbinani o'rni yo'limiz regulyator tiyagada ham ishlaydi. Shu yonida regulyator tiyagani makas qilinsa qatilib, tagidagi ko'rsatchasiga bog'lab beramiz. Regulyator tiyagada samotok sistemalarga asosan toksiz ishlaydi. Tinga qism bo'lsa, bemalol ekranda raqamlarga murojaat qilasizlar. Viloyatga stansiyasi bor.